Mani eng katta ishongan kuchim tadbirkorlar. Tadbirkor elga madadkor deydi. O'zimiz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni qadoqlarini chetdan yoki qaysidir hamkorimizdan sotib olardik. Yaqin 3-4 oydan beri o'zimiz ishlab chiqarib, o'zimizda qadoq bilan qadoqlashni boshladik. Loyihamizning qiymati qariyb 18 milliard atrofida. Bundan 12,3 milliard qismini Asaka Bankning moliyaviy yordami bilan amalga oshirildi. Qulay shartlar asosida uzoq muddatga bizga qulay bo'lgan kelishilgan foizlarda amalga oshirildi. Qolgan qismi korxonaning o'z mablag' hisobidan moliyalashtirilgan. Ushbu kreditni rasmiylashtirayotgan jarayonda biz garov masalasida ozroq taqchillik bor edi. Ushbu taqchillikni bartaraf etish uchun bizga tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan 2,5 milliard miqdorida kafillik taqdim etildi. Va buning natijasida biz Xitoydan hozirgi eng zamonaviy texnologiya asosida chiqariladigan qadoqlar chiqarish uskunasini olib keldik. Loyihamiz ishga tushirilgandan so'ng mana bizda 60 dan ziyod ishchi o'rinlari yaratildi. Korxonamizda ishlaydigan 40 nafar ayol, bizlar hammamiz bitta mahalladamiz. Korxonaga pilla kiyib ishlaymiz. Bir oila bo'lib ketganmiz. Ertalab masalan olib keladi soat 7:30-8da kelib ishni boshlaymiz. Kechga yana 6da uyimizga boramiz. Biz xotin-qizlarni ish bilan ta'minladi. Oilamizga, farzandlarimizni o'qitishga, to'y hashamlar qilishimizga mana shu korxonaga ishlab oylik olib borib ancha foydasi tegyapti. Bundan oldin Turkiya, Rossiya davlatlaridan ish izlab ko'rganman. Keyin o'zim bilsam, mana shu Urgutda o'zimiz erkin iqtisodiy zonada yangi bizga o'xshagan yoshlar uchun keng qulayliklar, sharoitlar yaratilgan ekan. Mana shu ortida uskuna bosh mutaxassis bo'lib ishga kirdim. Kelgusida bundan ham katta maqsadlarga erishib, mana shu Innovatsion Trade Invest ortida rahbar lavozimigacha ko'tarish niyatim bor. Innovation Trade Invest korxonamizning loyihasining maqsadi o'zimizni asosiy faoliyatimizdagi ishlab chiqarishda raqobatbardosh bo'lish va mahalliylashtirish darajasini yanada ko'tarish bo'lgan asosiy maqsad. Nasib bo'lsa Afg'oniston, Qirg'iziston kabi davlatlarga eksportlarni amalga oshirib yanada rivojlanish. Yaqin kelajakda biz jarrohlikda qo'llaniladigan tamponlar bor. Shularni ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdamiz. Hozirda buning ishlab chiqaruvchisi yo'q O'zbekistonda. Asosan Turkiyadan va Xitoydan ham keltiriladi. Buni ham yaqin kelajakda rejamiz bor. Asaka Bank va tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi bilan hamkorlikda shu loyihani ham amalga oshirmoqchimiz.